Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli fermerlar, o'rtoqlar. Mana biz bu yil bir hoji akamizni tavsiyasi bilan bedalarimizga avgust oyida bioazotni ishlab bir marta sug'orib qoldik. Suv bo'lmadi, lekin mana ko'rishlaring mumkin, bedalarimiz juda ajoyib ip ovladi, juda ajoyib bo'lib turibdi. Mana ko'rishlaring bir mana gulladi. Oktyabr oyiga bedalari gullashi mumkin emas. Mana qarang, bioazot juda ajoyib o'g'it ekan. Hoji akamizga kattadan katta rahmat aytamiz. Mana 10 gektarlik poliyamizda bioazot ishlatgandik. Bir marta suv bilan qarang, 35-40 kun ichida gulga o'tirgan. Mana bedalarimiz bolaligi ham 75-80 santimetrga chiqib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Gullab turibdi. Mana juda ajoyib ekan. Sizlarga ham tavsiya etamiz bioazot ishlatishni.